Mehribon ota-onalaringiz sizni go'daklik chog'ingizda mehr berishdi, g'amxo'rlik qilishdi. Ha, aytgancha, og'ir betob bo'lsangiz, tunu kun uxlamasdan boshingizda parvona bo'lishdi. Qancha pul ketsa ham sarflashdi. Endi ulg'ayganingizdan so'ng ularni bellarida, qo'llarida kuch-quvvatlari ketdi. Butun yoshliklarni sizga baxshida qildilar. Ularga mehribonlik qilish, g'amxo'rlik qilish endi sizning navbatingiz. Ota-onangiz doimo sog'lom, baquvvat, oldingizda uzoq yillar davomida duogo'y bo'lib yurishlarini xohlaysizmi? Unda ajr qora sedanadan xarid qilib, ularga hadiya qiling. Nega endi ularni sog'liklari uchun ajr qora sedanadan taqdim eting deyapman? Nega endi ularni sog'liklari uchun ajr qora sedanadan bering deyapman? Sababi qora sedanani kunlik davomida iste'mol qiladigan kishilarning immuniteti sog'lom, baquvvat bo'ladi. Ha, asosiysi bo'g'inlari, suyaklari og'riydigan kishilar uchun davo bo'ladi. Qon bosimini normaga keltirib, ortiqcha o'simtalardan qutqaradi. Ha, yosh katta otaxonlarimizda bo'ladigan prostata muammosiga ham davo bo'la oladi. Ota-onangizga yaxshilik ulashing. Batafsilroq ma'lumot olish uchun quyidagi link ustiga bosing.